Hozirgi video darsligimizda qanday qilib mahsulotga rasm qo'yish va unga shtrix kod qo'yishni ko'rib chiqamiz. Funksionalni bosganimizda tahrirlash funksionaliga tushib, bu yerda rasm qo'yishni bosamiz. Bosganimizda qonun qoidasi kelib chiqadi. PNG, JPEG yoki JPEG formatida qo'yish kerak va 900 dan boshlab 500 pikselgacha qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bosganimizda hozirgi paytda bizda kartoshkani tanlab turib, agar rasmda oshiqcha joylar bo'ladigan bo'lsa, uni tanlab kesish tugmasini bosib saqlaymiz. Bundan keyin biz mahsulotga shtrix kodda ikkinchi bo'linmadan kirib, bu yerdan biz skaner orqali mahsulotga shtrix kod qo'ysak bo'ladi, yo bo'lmasa qo'lda kiritsak bo'ladi, yo xohlasangiz agar yan o'rnichni yaratish, bu degani generatsiya qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, buni bosib o'zi kompyuter generatsiya qilib berishi mumkin bo'ladi. Agar sizda mahsulotingizda shtrix kod ko'paysa va sizga u chalg'itishni olib kelsa, bu yerda holatga qarab o'chirish tugmasi ham bor. Har qanday yangiliklardan keyin, o'zgartirishgandan keyin saqlash tugmasini bosib, mahsulotga kiritilgan o'zgarishni saqlashni unutib qoldirmang. Shun bilan tamom.